Oziq-ovqatga bo'lgan qiziqishni qanday rivojlantirish mumkin? Ma'lumki, bolaning qo'shimcha ovqatlarni kiritishga tayyorligining asosiy belgilaridan biri oziq-ovqatga qiziqishdir. Har bir inson bu haqda juda ko'p gapiradi, lekin kam odam uning qanday ko'rinishini biladi va eng muhimi, paydo bo'lishi uchun nima qilish kerak. Siz alohida stolda o'tirganingizni tasavvur qiling. Siz har doim faqat sut iste'mol qilgansiz va keyin sizning oldingizda biron bir modda bilan idish yoki plastinka bor. Ular bu modda bilan qoshiqni og'zingizga olib kelishadi va ijobiy reaksiyani kutishadi. G'alati, ha? Ammo bu ko'pincha qo'shimcha ovqatlarni joriy etishning birinchi kuniga o'xshaydi. Nima bo'layotgani sizni qiziqtiradimi? Ehtimol, ha. Yangi narsa. Ammo og'zingizni ochib, qoshiqni og'zingizga solishga rozi bo'lasizmi? Savol? Bola bu holatda undan nimani xohlayotganimizni haqiqatan ham tushunmaydi. Ammo agar ona taxminan 4-5 oylik bo'lsa, ovqat paytida bolani tizzasiga o'tirsa, unga nima bo'layotganini kuzatish, ovqatga tegish, hidlarni hidlash imkoniyatini bersa, asta-sekin chaqaloqqa qiziqish paydo bo'ladi. U oziq-ovqatni ushlab ko'rishni, yalab ko'rishni, ota-onasi yeyotgan narsani tatib ko'rishni xohlaydi. Avvaliga bu shunchaki ovqat bilan o'ynash bo'ladi. Lekin keyin bola qo'llari bilan tanishib olgach, o'z yoshiga mos ravishda og'zi bilan ham tanishishni xohlaydi. Ayniqsa, onasi ham ovqatni og'ziga solayotganini ko'radi-ku. Shunday qilib, bolani tizzamizga o'tkazib, biz unda ovqatga qiziqishni rivojlantirishga yordam beramiz. Yana soxta ovqatga qiziqish ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bolaga ovqatning o'zi emas, masalan, idish-tovoq, tarelka, stakanlar qiziq bo'ladi. Unga bosh qoshib bersangiz, xursand bo'lishi mumkin va u yerda ovqat yo'qligidan xafa ham bo'lmaydi. Bu esa hali haqiqiy ovqatga qiziqish yo'qligini bildiradi va bu borada yana ishlash kerakligini anglatadi. Yana bir yaxshi tomoni shuki, agar ona faqat pyure ko'rinishidagi ovqatga yopishib olmasa, balki yoshiga mos xavfsiz bo'lgan bo'lakchalarni ham taklif qilsa, juda yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi, o'zimiz qanday va nima yeyotganimizni bolaga o'rnak qilib ko'rsatishdir. Shuning uchun bolaning stolini katta stolga o'tkazing, kichik stollarni olib tashlang, bolaga umumiy stol ustidagi plitalarga erishish imkoniyatini bering, qiziqish va individuallikni ko'rsating. Agar bola ma'lum bir mahsulotni yoqtirmasa, bu uni umuman iste'mol qilmasligini anglatmaydi. Sizning vazifangiz yangi mahsulotni tez-tez va ko'p taklif qilish, bolaning vazifasi esa uni qachon va qanday tatib ko'rishni o'zi hal qilish. Lekin yodingizda bo'lsin, ba'zi bolalarga yangi taom bilan tanishish uchun 5 daqiqa kifoya, boshqalarga esa bir necha oy kerak bo'lishi mumkin. Bu tanishuvga olib boradigan qadamlar juda kichik bo'lishi ham mumkin. Agar bola 1 hafta yoki 2 hafta davomida mahsulotga umuman tegmagan bo'lsa, qo'lingizni tushirmang va uni taklif qilishdan to'xtamang. Baribir taklif qilishda davom etamiz. Taomni boshqacha ko'rinishda, boshqa usulda tayyorlab berishimiz, o'zimiz namuna ko'rsatishimiz va yana ko'plab boshqa usullarni qo'llashimiz mumkin. Shock content, ovqat bilan o'ynash mumkin. Ha, bolaligimizda buni qilish mumkin emasligini eshitganmiz. Lekin hammasi o'zgaradi, ovqatlanishga bo'lgan yondashuv ham. Men ovqatni otib, oshxonada jang qilishni taklif qilmayman, lekin kimning bodringi balandroq chirqillaydi yoki kimning qulupnaylari qizilroq, buni muhokama qilishga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Yana bolaga ovqatni qo'li bilan ushlashga, stolga yoki stolga surkashga ruxsat bering. Chunki bola shu tarzda yangi ovqat bilan tanishadi va keyinchalik u zavq bilan yeydigan mahsulotlar soni ko'proq bo'ladi.